Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, mehmonlariga. Videoni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yamiz, bizdan like-chani tarsalatib qo'yamiz. Bugun 28-aprel dushanba kuni soat 9 dan 32 minut o'tibdi kechqurunga. Aka kichkina liniyacha ustanovka qilganmiz, mana o'sha $7500 aytilgan liniyamizdan. Meshalkasi, tepasiga suv bochkasi o'rnatilgan. Mana bu g'ishtdan urishgani. Suv ustgani qilingan. Bunga alohida qaytamiz xudo xolasa. Bitta qolipni arizasi quyib qo'ydik. Bu yerda mana 10 ta qolipimiz bor. 1 2 3 4 5 6 7 8 paddon turibdi. Narisini bortlari yig'ilgan yo'q. Reskantayda 10-qolipimizga g'isht quyib qo'yganmiz. O'sha $7,500 liniyani komplektatsiyasida mana shu avtomat reska mana 12 talik g'ishtni qolipi beriladi. Avtomat reska montaj ustanovka mab aravalari montaji kiradi. Akamiz bekka beton o'zlari quygan, relsni ugonliklar o'zlari olib bergan. Bizdan kelgan narsa avtomat reska 10 ta qolip, meshalka shu suv bochka kelgan. Xullas kalom ko'pchilik so'raydi nima komplektatsiya. Komplektatsiya shu 10 ta qolip, avtomat reska kiradi, ustanovka yurg'izib mahsulotni chiqarib ko'rsatib berish bizning xizmatimizga kiradi. Buning ichida mana suv bochkasi bor. Suv nasos turibdi mana. Shekilman tepasiga qo'yilgan. Mana shu nasos. Bu g'ishtdan urilgani 2,5 tonnali bochka turibdi ichida. 2,5 tonnali bochkani o'zimiz berganmiz mana. Xo'sh, akamiz tagiga o't yoqadigan qilishgan. Mo'rini chiqazishib, yo'llariga g'ishtdan urib tayyorlashibdi. Nasosini tepaga qo'yganmiz. Taydan o't yoqib suvni istaydigan sistema qilishgan mana. Suv turibdi hozir. Mana bu yerda gradusniki bor. Xudo xolasa 55 graduslik suv turibdi ichida, issiq suv. Bu yerdan kraynga qo'yib qo'yishibdi bolalar. Suv olishga. Xullas kalom ko'pchilikda dikta joylarda muammo bo'lib qolyapti bizda. Bu suv bochkani biz beramiz, обязательно meshalka liniya ustanovka qilib beramiz. Bu suvni qanday isitishni xohlash hammani o'ziga bog'liq. Mana akamiz tokdan foydalanmasdan o'tin yoqib yoki ko'mir yoqib tagidan istaman deydi. Shunaqa sistema qilib o'zlarini bochkani berdi, g'ishtlarini o'zlari urab, loy bilan chiroq shuvab qo'yishibdi. Endi gazoblok liniyalarda hammada har xil fikr tug'iladi, bu yuradi boshqa degani. Endi elektr energiyaga o'rtacha hisobda mana shu 10 ta qolipni doimiy har kuni quyish uchun bir oyda ishlatgan bolalar 10 milliongacha elektr energiyaga pul sarflaganda. 10 million elektr energiyaga pul sarflagan shu bu bir kunda 120 ta chiqqan qolipdan misol uchun 500 ming so'mdan qolsa 15 million 5 ming so'mdan foyda qolganda 120 tasidan 600 ming so'm foyda qoladi. 600 ming so'm foydani endi 30 ga ko'paytirsa 18 million. 18 millionni siz foydangizga olasizmi yoki 10 million elektrga to'laysizmi? Shunaqa muammolar bor. Biz ko'p joyda aytamiz, xohlasangiz katyol sotib oling. Katyollari bor, asobiy spes ustgani. Biz beramiz, liniyani ustanovka qilib yurg'izdirib beramiz. Suvni qanday holatda, elektrda istasizmi, ko'mirda istasizmi? Farqi yo'q uni. U bizning muammoga kirmaydi. Chunki u mahsulot ishlab chiqaradigan odamning muammosi o'zi hisob kitobini qilib, kalkulyatsiyasini qilib, xohlasa katyol sotib olishi mumkin, xohlasa shunga o'xshab g'ishtdan urib pechga xum qilib olishlari mumkin. Endi hammani o'ziga bog'liq-da. Shunaqa muammolar bo'lmasligi uchun hamma narsani daskanal kelishganda, dogovor qilganda ochiqchasiga gaplashib olish kerak. Sababi ertaga zavod yurg'izib topshirganimizdan keyin bizda shunaqangi muammo bo'lyapti-ki hozir takamizga berganmiz stanogini garelka qilib bering deydi, garelka qilib berdik. Ko'mirda isting, yaxshi desak yo'q, atrobotkaga qilib berdik, atrobotka isitmayapti dedi. Tent qo'yish kerak ekan, senlar tent qo'ymagansan dedi. Tent olib, tent qo'yib bersak, elektr energiyasi qimmat bo'lib ketar ekan dedi. Endi katyol sotib olishdi, katyol orqali istadigan bo'lishdi. Laskalam shunaqa gap so'zlar. Kimga mana shunaqangi liniyalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Ekran tagida telefon raqam qoldirilgan. Kelishilgan holatda qilib beramiz. Mana shu liniyamiz $7500 ga mana shu holatda ishga tushadi. Buni suv isitish sistemasini qilish o'zlaringga bog'liq. Xohlagan odam o'tin, xohlagan ko'mir, xohlagan narsasini yoqib suvni isitib olishi mumkin. Uni biz asobiy bermaymiz. Bizda misol uchun maxsus katyollar bor. Katyollarni qo'shsak $9000 ga aylanadi. $1,5 ming katyollar bor.
Xullas hammani ishlariga rivoj ko'rganda ko'rishguncha.